Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga Buvayda uylarni, yana sizlarga uy topishdan charchamaydi. Bugun Buvayda tumani Yangi Qadam qishlog'iga kelganmiz. Unda 8 sotikli hovli joyimiz sotuvga chiqqan. Uni video davomida obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Uyimizni obzorini ko'rib chiqdik. Bu uyimizda 8 sotikdan iborat. Bu uyimiz 4 sotikga yana bitta xo'jalik bemalol yashasa ham bo'ladigan holatda. Bu agrotimizda bog'bonchilik, chorvachilik, parrandachilik qilib foydalansa ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million dollar kelishadigan joyi bor. Uy egalari nomерлari har doimgidek video ostida.